Assalomu alaykum do'stlar, yana sizlar bilan Omonjon Kamolov biologiya oid bilimlarimizni ozgincha ko'paytirib olamiz. Kecha xromosomalar to'plamlari, gaploid, diploidlarga oid video qilgandik va unga javob berganlar uchun oldindan rahmat. Demak, bugun yana bir bor o'shani mustahkamlaymiz. Imtihonlarda tushayotgan, keyin mitoz miyozga ham bog'lashi asta-sekinlik bilan o'rgatib boramiz. Demak, no'xat o'simligida ko'rgan bo'lsak, endi karam o'simligida ko'ramiz. Karam, normal karam o'simligida diploid to'plami 18 ta bo'ladi. Bu degani gaploid to'plami 9 ta. N to'plami. Endi n to'plamini ketaylik. N to'plami 9 ta. Diploid to'plami 18 ta, ya'ni 2n. 3n triploid bo'ladi. Bu esa 27 ta. 4n to'plami 36 ta. 5n to'plami 45 ta. 6n to'plami 54 ta. Endi bu safar do'stlar, sizlar 7n hamda 8n to'plamli karam o'simligida nechta xromosoma bo'lishini izohlarda yozib qoldirib keting. Keyin o'quvchiga sertifikati borlar shu yerda mislar deb aytib o'tganim uchun men sertifikatim yo'q, shuning uchun yozolmadim dedi. Yo'q. Biologiyani bilsangiz yoki bu videodan tushunsangiz, ya'ni 6n 54 ta xromosoma bo'lishini boshidan do solishtirib o'rganib olgan bo'lsangiz, karam o'simligidagi xromosomalar sonini 7n, 8n to'plamlarda ham nechtadan xromosoma bo'lishini yozib keting. Bu darsni mustahkamlash uchun juda ham muhim.